Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 iyuldan pensiyalar ommaviy to'xtatiladimi? Kimning puli vaqtincha ushlanib qolishi mumkin? Kim umuman xavotir olmasligi kerak va eng muhimi, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun hozir nimalarni tekshirib qo'yishingiz kerak. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabirlari, vasiylari va nogironligi bo'lgan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p holatda pensiya egasi emas, aynan qarindoshlar hujjat karta, ro'yxat yoki ma'lumotdagi xatoni vaqtida sezmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men masalani vahima bilan emas, qonuniy va amaliy tomondan tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikning bir oylik daromadini asrab qolishi mumkin. Avvalo eng katta savolga javob beraman. 1 iyuldan hammaning pensiyasi birdaniga to'xtab qoladimi? Yo'q, bunday deyish noto'g'ri. Pensiya tayinlangan, hujjatlari joyida, yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlari tizimda to'g'ri bo'lgan. Bank kartasi yoki to'lov usuli muammosi ishlayotgan odamlar odatdagidek pensiyasini olaveradi. Lekin ommaviy to'xtatish degan gap qayerdan chiqyapti? Gap shundaki, davlat tizimlari tobora raqamlashtirilmoqda. Avval ko'p narsa mahalla, pochta, bank xodimi yoki pensiya jamg'armasi bo'limidagi qog'oz hujjatlar orqali tekshirilgan bo'lsa, hozir ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Ya'ni fuqaroning tirikligi, yashash joyi, nogironlik muddati, ishga joylashgani, chet elga chiqib ketgani, bank rekvizitlari, pasport yoki ID karta ma'lumotlari bir nechta tizimlardan avtomatik tekshirilishi mumkin. Oldin qanday edi? Masalan, pensioner har oy pochtadan pensiya olardi. Pochtachi uni tanirdi, mahalla ham bilardi. Ayrim hollarda hujjatda kichik xato bo'lsa ham to'lov davom etib ketaverardi. Yoki odamning familiyasi bazada bir harf bilan boshqacha yozilgan bo'lsa ham, mahalliy xodim vaziyatni tushunib, keyin tuzatish kerakligini aytardi. Hozir esa elektron tizimda bitta raqam, bitta sana yoki bitta status mos kelmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki aniqlashtirishga yuborilishi mumkin. Demak, asosiy o'zgarish shunda. Pensiya bekor qilinayotgani yo'q. Lekin noto'g'ri, eskirgan yoki tasdiqlanmagan ma'lumotlar bo'yicha to'lovlar vaqtincha ushlab turilishi ehtimoli kuchayadi. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Davlat kim haqiqatan ham pensiya olish huquqiga ega, kimning hujjati to'liq, kimning ma'lumoti yangilanishi kerak degan savollarni avtomatik tarzda ko'proq tekshiradi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, ID karta yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yaqinda yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, siz odatda xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin xavotir olmang degani hech narsani tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Masalan, 6 yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi. Bank kartasi o'z nomida, pasporti yangi ID kartaga almashtirilgan. Telefon raqami ham bank ulangan. Bunday holatda pensiya to'xtashi uchun jiddiy sabab bo'lmaydi. Lekin bank kartasining muddati tugagan bo'lsa yoki kartaga blok tushgan bo'lsa, pul pensiya jamg'armasidan chiqqan bo'lsa ham pensioner uni yecha olmasligi mumkin. Odamlar esa buni pensiyam to'xtabdi deb tushunadi. Aslida muammo pensiyada emas, bank kartasida bo'ladi. Yana bir misol. 72 yoshli onaxon pensiyasini pochtadan oladi. U uyda doimiy manzilda yashaydi, lekin mahallada eski ro'yxat bo'yicha uy raqami boshqacha ko'rsatilgan. Elektron tizimda esa yangi kadastr raqami bilan boshqa manzil chiqadi. Agar to'lov yetkazish tizimida chalkashlik bo'lsa, pensiya kechikishi mumkin. Bu ham bekor qilindi degani emas, bu ma'lumotni moslashtirish kerak degani. Endi kimlar albatta hushyor bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Chunki nogironlikning muddati bo'lishi mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Odam men avvaldan nogironman-ku deb o'ylashi mumkin. Lekin tizimda muddat tugagan bo'lsa, to'lov avtomatik to'xtashi ehtimoli bor. Masalan, bir fuqaroning nogironlik pensiyasi oyiga 900 ming so'm. Uning nogironlik muddati 3 iyungacha belgilangan. U yil oyida qayta ko'rikdan o'tmasa, 1 iyuldan keyin to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin u avgustda hujjat topshirsa, masala qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinishi mumkin.
Lekin buning uchun hujjatlar to'g'ri va vaqtida rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Shu sababli nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning yaqinlari muddatni kalendarda belgilab qo'yishi kerak. Ikkinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bunda bolalarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi yoki o'qimasligi muhim. Masalan, bola 18 yoshga to'lgandan keyin ham pensiya olish uchun u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlashi talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumot tizimga tushmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki aniqlashtirilishi mumkin. Tasavvur qiling, talaba 19 yoshda otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oyiga 6,5 ming so'm. U kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida berilmagan yoki elektron bazada ko'rinmayapti. Natijada tizim bu shaxs 15 yoshdan oshgan, huquqi tasdiqlanmagan deb ko'rsatishi mumkin. Bunday holatda pensiya butunlay yo'qolmaydi. Lekin hujjat olib borilmaguncha to'lov turib qoladi. Uchinchi guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Agar odam doimiy yashash uchun boshqa davlatga chiqib ketgan bo'lsa yoki uzoq vaqt O'zbekistonda bo'lmasa, pensiya to'lash tartibi alohida tekshirilishi mumkin. Bu yerda asosiy masala shuki, fuqaro qayerda doimiy yashaydi, qanday maqomda ketgan, konsullik hisobida turadimi, bank kartasidan kim foydalanmoqda. Agar pensioner chet elda, kartani esa O'zbekistonda boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, savollar paydo bo'lishi tabiiy. 4-guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Masalan, ona kishi yura olmaydi. Pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib keladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notarial hujjatda xato bo'lsa, pensionerning tirikligi yoki roziligi tasdiqlanmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Ayniqsa, uzoq vaqt davomida pensiya egasining o'zi banka yoki mas'ul idoraga ko'rinmagan bo'lsa, tizim qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. 5-guruh pasporti, ID kartasi, familiyasi yoki yashash manzili o'zgarganlar. Turmushga chiqqan ayol familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan. Kimdir eski pasportdan ID kartaga o'tgan. Lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Kimdir boshqa tumanga ko'chgan. Lekin pensiya ishi eski tumanda qolgan. Ana shunday mayda ko'ringan narsalar pensiya to'lovida katta muammo chiqaradi. Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi sabab bu hujjatdagi nomuvofiqlik. Masalan, pasportda O'g'loy deb yozilgan, eski hujjatda O'g'loy yoki Og'loy deb ketgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1927 yil 22 mart. Boshqa joyda 1927 yil 20 mart bo'lib qolgan. Elektron tizim odamni bir shaxs sifatida aniqlay olmasa, pensiya masalasi tekshiruvga tushadi. Ikkinchi sabab bank bilan bog'liq muammolar. Pensioner pensiyam kelmadi deydi. Lekin pensiya jamg'armasi pulni bankka o'tkazgan bo'lishi mumkin. Bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami yopilgan, SMS xabarnoma ulanmagan, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pensiya kartasini farzandlar olib yuradigan oilalarda pensionerning o'zi vaziyatdan bexabar qoladi. Uchinchi sabab yashash joyi bo'yicha chalkashlik. Pensioner bir tumanda ro'yxatda, lekin boshqa joyda yashaydi. Avval bu katta muammo bo'lmagandek tuyulgan, lekin to'lovni yetkazish, ijtimoiy tekshiruv, mahalla ma'lumotlari, subsidiya yoki nafaqa bilan bog'liq tizimlarda manzil muhim rol o'ynaydi. Agar fuqaro doimiy yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, pensiya ishini ham tartibga keltirish kerak. 4-sabab vafot etgan shaxs nomidan to'lov davom etib ketmasligi uchun tekshiruvlar. Bu juda nozik, lekin zarur masala. Ba'zida odam vafot etadi, lekin qarindoshlari kartadan pul yechishda davom etadi. Bu qonuniy emas. Davlat bunday holatlarni oldini olish uchun HDYO, bank, pensiya va boshqa bazalarni solishtiradi. Shu jarayonda tirik odamning ma'lumoti noto'g'ri tushib qolsa ham vaqtincha to'xtatish bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi juda muhim. 5-sabab ijtimoiy nafaqalarda daromad va tarkib tekshiruvi. Bu yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Ayrim nafaqalar oilaning daromadi, farzandlar soni, bandlik holati, mulk yoki boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar oila tarkibi o'zgarsa, bola 15 yoshga to'lsa, kimdir ishga kirsa, kimdir ro'yxatdan chiqsa, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Odamlar buni ham pensiyam to'xtadi deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan bu nafaqa shartlari qayta tekshirildi degani bo'lishi mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, pensiya to'xtatilishi bilan pensiya bekor qilinishi bir xil narsa emas.
to'xtatish vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmayapti, ma'lumot tasdiqlanmadi, bank rekviziti xato. Bekor qilish esa huquqning o'zi yo'qolganini bildiradi. Masalan, nogironlik muddati tugab, qayta tasdiqlanmagan, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasida bola o'qishni tugatgan yoki shaxs boshqa asos bo'yicha huquqini yo'qotgan. Ikkinchidan, kechikkan pensiya har doim ham yo'qotilgan pul degani emas. Agar fuqaro pensiya olish huquqiga ega bo'lsa va to'lov faqat texnik yoki hujjat sababli ushlangan bo'lsa, hujjatlar to'g'rilangach qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin bu masalada vaqt muhim. 1 yil kutib yurish, keyin nega to'lamadinglar deyish eng yomon yo'l. Muammo chiqqan oydayoq ariza berish kerak. Uchinchidan, bank kartamda pul yo'q degani pensiya jamg'armasi bermadi degani emas. Avval bankdan hisob harakatini tekshirtirish kerak. Ba'zida pul kelgan bo'ladi, lekin avtomatik kredit qarziga yechilgan, karta blokda yoki boshqa hisobga tushgan bo'ladi. Agar sizda kredit, aliment, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, bank hisobidagi mablag' bo'yicha alohida cheklovlar bo'lishi mumkin. Har bir holatni alohida ko'rish kerak. 4-dan, pensionerning kartasini boshqa odam ishlatishi xavfli. Men buni ochiq aytaman. Agar karta onangiz nomida bo'lsa, PIN kod sizda bo'lsa, onangiz esa bundan bexabar bo'lsa yoki roziligi tasdiqlanmasa, bu juda xavfli vaziyat. Ishonchnomani qonuniy rasmiylashtiring. Bankda vakillik tartibini aniqlang. Hamma ishni hujjat bilan qiling. Bugun qulay tuyulgan narsa ertaga tekshiruvda muammo bo'lishi mumkin. 5-dan, telefon raqami ham muhim. Ko'p pensionerlarning bank ilovasi farzandining telefoniga ulangan. Bu yordam uchun yaxshi bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy tasdiqlash talab qilinganda muammo tug'diradi. Agar bank, MyBankov o'z yoki boshqa xizmat SMS kod yuborsa, kod kimga boradi? Pensionerning o'zi biladimi? Shu narsalarni oldindan tartibga solib qo'yish kerak. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq 5 ta narsani tekshiring. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati amaldami, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'rimi? Pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan mosmi? Agar turmush ajrim, familiya o'zgarishi, pasport almashtirish bo'lgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumot yangilanganini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Hisob raqam faolmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabar ishlayaptimi? Bankka borib pensiya tushadigan hisobim faolmi? Rekvizitlarim to'g'rimi deb so'rang. Agar kartaning muddati iyul, avgust yoki yaqin oylarda tugasa, oldindan yangilang. Pensiya kuni kelganda navbatda turib asabiylashib yurishdan ko'ra 2 hafta oldin hal qilgan yaxshi. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Tuman yoki shahar bo'limiga borib, mening pensiya ishimda qandaydir kamchilik, muddati tugaydigan hujjat yoki aniqlashtirish talab qilinadigan ma'lumot bormi deb so'rang. Agar imkoningiz bo'lsa, MyDocument orqali ham xizmatlarni tekshiring. Lekin yosh katta odamlar uchun eng ishonchli yo'l farzandi bilan birga borib, yozma yoki rasmiy javob olishdir. 4-qadam, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomalarini oldindan tayyorlang. Nogironlik muddati tugashidan 1 oy oldin qayta ko'rik masalasini boshlang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba bo'lsa, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Agar elektron tizimda ma'lumot chiqmasa, qog'oz hujjat yordam beradi. 5-qadam, agar pensiya to'xtasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bankka boring, hisob ko'chirmasini oling. Pensiya jamg'armasiga boring. To'lov nima sababdan to'xtaganini yozma tushuntirishni so'rang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, JSH raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo qachondan boshlanganini aniq ko'rsating. Iyun oyida pensiyam tushgan, iyul oyida tushmadi. Sababini aniqlab, to'lovni tiklash va zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozish mumkin. Oddiy holatda sizga ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi yoki hisob raqam ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqami kerak bo'ladi. Nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, talaba bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ishonchnoma orqali ish qilinayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma muddati, unda pensiya olish, bankdan pul yechish, ariza berish vakolati aniq yozilgan bo'lishi kerak.
umumiy ishlarimni yuritsin degan noaniq matn ba'zi joylarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borayotganda aniq ayting. Pensiya va bank to'lovlari bo'yicha vakolat kerak. Agar pensioner yura olmasa, mahalla, ijtimoiy xizmat yoki mas'ul idoralar orqali uyga kelib xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini so'rash kerak. Har bir tumanda tartib biroz farq qilishi mumkin, lekin yoshi katta, nogironligi bo'lgan, parvarishga muhtoj odamni hujjat uchun qiynab qo'yish to'g'ri emas. Bunday holatda farzandlari faol bo'lishi, murojaatni rasmiy qilishlari kerak. Birinchi misol, 7 yoshli pensioner har oy 1 million ming so'm oladi. Iyulda pul tushmadi. Farzandi darrov pensiyalarni to'xtatibdi deb 3 iyunda tugagan. Pensiya hisoblangan, lekin kartvol bo'lmagani uchun puldan foydalana olmagan. Yangi karta ochilgach, muammo hal bo'lgan. Bu holatda davlat pensiyani bekor qilmagan. Muammo bank mahsulotida bo'lgan. Ikkinchi misol, 20 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kunduzgi ta'limda o'qiydi. Lekin universitet ma'lumotnomasi tizimga vaqtida kiritilmagan. Iyuldan to'lov to'xtagan. Talaba dekanatdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga topshirgan. Shundan keyin pensiya tiklangan. Bu yerda ham asosiy xulosa shuki, huquq bor, lekin hujjat tasdiqlanishi kerak. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning muddati 1 iyulgacha bo'lgan. U qayta ko'rikni kechiktirgan, iyulda to'lov kelmagan, keyin komissiyadan o'tgan. Nogironlik yana tasdiqlangan. Lekin vaqt yo'qotilgani sababli bir necha hafta daromadsiz qolgan. Agar u may oyida tayyorgarlikni boshlaganda iyuldagi uzilish bo'lmasligi mumkin edi. 4-misol. Ona pensiyasini o'g'li olib yurgan. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin o'g'li bunga e'tibor bermagan. Bank pul berishni rad etgan. Oila pensiya to'xtadi deb o'ylagan. Aslida pul bor, lekin uni olish uchun vakolat yo'q. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilgach, masala hal bo'lgan. Shuning uchun ishonchnoma sanasini albatta yozib qo'ying. Eng katta xato qo'shnim shunday dedi degan gapga ishonish. Har bir pensionerning holati alohida. Qo'shningizning pensiyasi nogironlik bo'yicha bo'lishi mumkin. Sizniki yoshga doir. Qarindoshingizning nafaqasi daromad mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Sizniki mehnat stajiga bog'liq. Shuning uchun umumiy vahima emas, aniq tekshiruv kerak. Ikkinchi xato, telefon orqali aytilgan gap bilan cheklanish. Agar pul tushmasa, rasmiy ariza bering. Ariza raqamini oling. Qachon, kim qabul qildi, qanday javob berdi yozib qo'ying. Keyin yug'ori tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Uchinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Ayniqsa, nogironlik, talabalik, ishonchnoma va bank kartasi masalalarida oxirgi kun degani navbat, stress, kechikish va pulning vaqtida tushmasligi degani. Men har doim aytaman, pensiya bu ko'p oilalar uchun asosiy daromad. Uni elektr puli yoki telefon balansiga keyin to'g'lab qo'yarman deb qarash mumkin emas. 4-xato, pensionerning roziligisiz uning kartasidan foydalanish. Bu oilaviy masala bo'lib ko'rinsa ham huquqiy oqibati bor. Agar pensionerning o'zi pulni ko'rmayotgan bo'lsa, uning nomidan yechib olinayotgan mablag' bo'yicha kelajakda nizolar chiqishi mumkin. Hamma narsa shaffof bo'lsin. Pensioner bilsin, rozi bo'lsin, hujjat bo'lsin. Demak, 1 iyuldan hammaning pensiyasi ommaviy tarzda bekor qilinadi degan gapga ko'r-ko'rina ishonmang. Asosiy xavf boshqa joyda, hujjatdagi xato, muddati tugagan karta, tasdiqlanmagan nogironlik, o'qish ma'lumotnomasi yo'qligi, ishonchnoma muddati tugashi, yashash manzili yoki shaxsiy ma'lumotlarning mos kelmasligi. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u odatda pensiyasini olaveradi. Kimda kamchilik bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Mening tavsiyam aniq. Bugun pasportingizni, bank kartangizni, pensiya hujjatlaringizni, nogironlik yoki talabalik muddatlaringizni tekshiring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, unga yordam bering. 1 soat vaqt ajratib tekshirish, keyin 1 oy pensiyasiz qolishdan 1000 marta yaxshi. Agar sizda ham pensiya kechikishi, karta muammosi yoki hujjat bo'yicha savol bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi pensiya turi va qanday muammo bo'lganini aytsangiz, boshqalarga ham foydali tajriba bo'ladi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, subsidiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.